Namuncha Sardor Gulchahonga yoqishib oldi. Ular doim do'st edi. Shu oxirgi paytlar do'stlikka o'xshamay qolyapti-da. Gulchahonning o'zini nozik tutishi jig'imga tegibdi-da shu. Nozikligiga ishonma. Yaxshisi u bilan o'chakishma. O'zi bilasanmi, Sardorchi o'zgarib qolgan. Nima? Rashk qilyapsanmi? Yo'q-e, nimalar deyapsan? O'rtoqlar, bugun PlayStation'ga boramizmi? Hisobni o'zim yonimdan to'layman. Mayli, boravering. Jahosh o'rtoq, shu qachondan beri Sardor sizlaydigan qo'lding? O'zi tinchlikmi oriylarda? Yoki biz bilmaydigan nimadir bormi? Qo'ysanglarchi bolalar. Jahon arazlasa sizlab qo'yadi. Aniq sezlamagan. Araz degani yuzimni ko'rib turadi. Voy, meni sizlabdimi? Esinglarmi? Bir oy bo'yin-bog' bilan yurgandim bo'g'zimda. Endi sizlarmish. Bo'ldi qilsanglarchi. Bo'lmasa men ham Jahon qilgan ishni qilaman. Kelin kuyovga o'xshab ketyapsan keling. Hali u bilan bitta partada o'tirib olding. Har kun kuzatib qo'yadigan bo'lding. Bugun sizlab gapiryapti. Ertaga Sardor aka bo'lib qolsang ajablanmayman. Beshoh. Hozir kelib uni bashingni olib tashlayman, tushunsan? Bo'ldi qillaring dedimi? Bo'ldi qil. Bo'ldi. Javob berilmaydik. Kuyna qaysi PlayStation'da bo'lamiz? Xayr. Charchaman. Umida, sen yaxshi qilsan, faqat Jahoshga umuman o'xshamaysan. Sinfdoshlar bilan gaplashmaslikka harakat qil. Birdan bo'lsa o'zimga ayt. O'zim senga yordam beraman. Jahon menga hammasini aytib berdi. Sinfda menga tayanishing mumkin. Rahmat, Sardor. Menga sizlashing yoqadi albatta, lekin sinfda bo'lganimizda sanlab gapirishga harakat qil. Harakat qilaman. Uyga ketishim kerak. Ovqat pishirishim kerak. Pishirganingdan menga ham olib kelib ber. Qanaqa chiqishini ko'rmoqchiman. Xo'p. Xayr. Jahoshga hech qachon qiz boladek qaramaganman. U doim do'stim bo'lgan. Nega Umida gapirsa, ich-ichimdan g'alati bo'lib, xursand bo'lib ketaman. Qandaydir iliqlik his qilaman. Menga nima bo'lyapti o'zi? Sardor o'zingga berilib ketding.